Assalomu alaykum qadrdonlar. Hammaga xayrli tong. Mana biz yana vizitga yo'l oldik. Hamma narsalarni oldik. Xohlasa yana chuloy uzilib ketgan. Shuni almashtirgani ketyapmiz. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqib olasizlar. Qadrdonlar, mana aybdor shaxs. Tomon uzilib qiyshayib qo'ygan. Xudo xolasa qilinayotgan ishlarni qo'yib boramiz, kuzatishda davom etamiz. Qadrdonlar, mana devor svetofor shuni tashlaq tomon yurganda vizitga keldik, o'sha avtobusimiz. Mana moslarni yechib olganmiz. Yangi chuloylar olib kelib qo'yapmiz. Rabochiy svarkasi yo'q odam. Hozir reduktorlar qatirib joyiga qo'yamiz. Bitgan holatini ham qo'yamiz, xudo xolasa.